Gapimga javob beraman 100talik 100% degan gapni aslo ishlatmang va mana shunday gapiradiganlardan uzoqroq yuring, ularga ishonmang. Chunki gapiga 100% javob beradigan, kafolat beradigan yagona zot bor. Bu ham bo'lsa yaratgan egam. Bir ish qilmoqchimisiz? Xudo xohlasa deng. Qo'lingizdan keladigan ish uchun va'da bermang. Qo'lingizdan kelmaydigan ishga Xudo xohlasa harakat qilib ko'raman deng. Maksimal harakat qiling sidqi dildan, chin dildan. Qo'lingizdan kelsa, alhamdulillah yaratgan egamni fazli marhamati bilan o'xshadi deng. Yorib qo'ydim, dondirib qo'ydim, yirtib qo'ydim demang. Agar o'xshamasa, men harakat qildim, bu yog'i endi yaratgan egamni iznidagi narsa deng va hech qachon o'zingizni yaratuvchiga tenglashtirmang. Ya'ni hayoting meni qo'limda, andaq qilib tashayman, mandaq qilib tashayman, 100talik, anu ishmi javob 100% degan gapni ishlatmang zinhor. Chunki bu gaplardan yaratgan egamni g'azabi kelishi mumkin. Bu insonlarga ham yoqmaydi. Odamlar sizga ishonmay qo'yadi. Bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz, Xudo xohlasa deb ayting. Xudo xohlasa boraman, Xudo xohlasa qilaman, Xudo xohlasa nasib bo'lsa harakat qilaman deng. Shu ish go'zal o'xshasa, mashalloh deng. Yaratgan egamni fazli marhamati bilan men bir sababchiman deng. Tamom. Chunki gapimga javob beraman deganlarning anchasi yer ostida yotibdi. Gapiga javob beraman 100talik deganlar sharmanda bo'ldi. 100talik 100% deganlar yengildi. Qanday qilib o'zini olayotgan nafasiga kafolat bera olmaydigan inson gapiga kafolat berishi mumkin? Qanday qilib o'zini umriga kafolat bera olmaydigan, qancha yashashiga kafolat bera olmaydigan inson gapimga javob beraman deydi. Undaylarni sizdan-da zo'rlari, sizdan-da boylari, sizdan-da ulug'lari yer ostida yotibdi va mana shundaylardan yana bittasini men sizga hozir misol tariqasida ko'rsataman. Trabzonliklar Sulton Fatih Mehmetxon kelguncha xuddi mana shunday tog'larga, qoyalarga qasrlar, saroylar qurib yashashgan. Va ular aytganki, Sulton Fatih Mehmet, ya'ni turklar hech qachon bizni fath qila olmaydi, bosib ola olmaydi, chunki biz baland-baland tog'larda, qoyalarda saroy, qasrlar qurib yashayapmiz. Bu yerga kelguncha degan o'lib ketadi degan. Haqiqatan ham mana shunaqa balandlikda, ancha balanddamiz. Ammo mana shuncha balandlikka qasr quradimi, saroy quradimi? Ular gaplariga javob bera olmadi. Yaratgan egam Sulton Fatih Mehmetxonga bu joylarni fath etishni nasib etdi.